Shahar markazlari bu global moliyaviy tizimning yuragi hisoblanadi va aynan shu hududlarda yuzlab kompaniyalar birlashadi. Masalan, New York shahar markazi Manhattanning Wall Street ko'chasida dunyodagi eng muhim moliyaviy markazlar joylashgan. Moskvada esa Moskva City. Xuddi shunday, Toshkent shahrining markaziy qismi hisoblangan Amir Temur xiyobonidan atigi 200 metrlik masofada Centris Towers qurilmoqda. Umuman olganda, biznes markaz tanlayotganda nimalarga ahamiyat beriladi? A klassdagi biznes markazi qanday bo'lishi kerak? Eng avvalo, biznes markazining shahar markazida bo'lishi, uning atrofida banklar, muhim davlat idoralari va savdo majmualarining joylashganligi ofis egalari uchun ham, xodimlar va mijozlar uchun ham qulay sharoit yaratadi hamda ish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Arxitektura va interyer dizayni kompaniya imijiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Biznes markaz fasad qismi, ofislar dizayni, lobbi, bularning barchasi kompaniya etikasi va professionallik darajasi qanchalik yuqori ekanligini ko'rsatib beradi. Yana hozirgi kunda katta e'tibor berilayotgan jihat bu yashil zonalar. Ofislar qanchalik yashil hududlarga yaqin bo'lsa yoki unda yashil zonalar tashkil etilgan bo'lsa, bu shunchalik ish jarayonidagi stressni kamaytiradi va xodimlarning ish samaradorligini oshiradi. Yuqoridagi barcha ma'lumotlarni chuqur tahlil qilgan holda, Centris Towers loyihasi Toshkentning qoq markazida umumiy qiymati 200 million dollarga baholangan biznes markazi sifatida qurilishi boshlandi. Keling endi sizlar bilan loyihamizda davom etayotgan qurilish ishlari bo'yicha eng so'nggi yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Avvalambor, shuni mamnuniyat bilan aytamizki, D blokimizda barcha qavatlarining beton quyish ishlari to'liq yakunlandi. C Towerda qurilish ishlari faol davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, 15-qavatning beton quyish ishlari olib borilmoqda. Ko'rib turganingizdek, A Towerning 2-qavat uchun beton quyish ishlari yakunlanib, 3-qavat uchun beton quyish ishlari olib borilmoqda hamda FG bloklarda izolyatsiya ishlari davom etmoqda. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, shu kungacha poydevor ishlarining 98.5% hamda tayanch ustunlar uchun ankerlash ishlari 98% ga bajarildi. Mana do'stlar, sizlar bilan may oyida Centris Towersda amalga oshirilgan so'nggi o'zgarishlarni ko'rib chiqdik. Agar loyiha haqida yanada batafsil ma'lumot olishni istasangiz, sizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz.